Assalomu alaykum do'stlar. Bugun demak sizlar bilan 12 zamon kursining 3-kunida biza Xudo xolasa. Demak, bugungi darsda sizlar bilan biz present simple zamoni, ya'ni biz uchun ikkinchi zamon va so'roq gaplarni o'rganamiz. Demak, so'roq gaplarni turi bilan tanishib chiqamiz. Demak, darsni boshlaydigan bo'lsak, demak, sizlar bilan present simple tense zamoni bugun ko'rib chiqiladi. Biz uchun Xudo xolasa ikkinchi zamon bo'lmoqda. Tarjimasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zbek tiliga beradigan tarjimasi aman, iman yoki ayman tarjimalarini beradi, albatta men ko'rinishida. Demak, boshqa demak sen u bo'lganda, masalan, u bo'lganda adi, demak, biz bo'lganda amiz, ular bo'lganda adilarga o'zgaradi. Bu hammasi men demak subjekti uchun. Tarjimasi qanday bo'ladi? Hozirgi oddiy zamon deb tarjima qilinadi. Demak, present simple zamoni. Sal kattalashtiraman. Demak, formulasidan boshlaymiz. Formulasi plus shaklda, ya'ni darak gaplarda subject plus verb qaus ichida ses deb beryapman. Do'stlar, e'tibor qilamiz. Nima uchun qaus ichida ses qo'shilayotganligiga e'tibor qaratamiz. Demak, buning sababi shuki, ses faqatgina ma'lum holatlardagina qo'shiladi. Ya'ni mana bu subjektimiz he, she, it birlik ism bo'lsagina fe'lni ustiga ses qo'shiladi. Boshqa holatlarda fe'lni ustiga hech narsa qo'shilmaydi. Fe'l o'z holatida keladi. Masalan, misol qilib beradigan bo'lsak, plus shaklda birinchi subjektni ber deyapti. Masalan, we go deymiz. Mana subject va undan keyin fe'l ber deyapti. E'tibor qilamiz, fe'lni ustiga hech narsa qo'shilmagan. Demak, bunday holatda. Lekin biz agar he desak, he ni ustiga biz demak go ni ustiga es qo'shishimizga to'g'ri keladi. Chunki mana bu yoqda aytilyaptiki, fe'limizni ustiga ses qo'shiladi, faqatgina mana bu subject he, she, it birlik ism bo'lgandagina qo'shiladi. Mana he bo'lyapti, fe'lni ustiga biz nimani qo'shyapmiz? Esni qo'shyapmiz. Boshqa holatlarda, masalan, mana bu yoqda we bo'lib kelyapti, demak, bu holatda ses qo'shilmaydi. Shu joyga e'tibor qaratamiz. Demak, men buni o'chiraman, chunki inkor shaklini yozishimiz kerak. Demak, inkor shaklda subject birinchi keladi va do yoki does dan biri keladi va inkorlik belgisi not va undan keyin fe'l keladi. Bunday holatda ses fe'lni ustiga do'stlar qo'shilmaydi. Demak, sababini ham tushuntirib beraman. SESni ustiga qizil bilan X chizsalar bo'ladi. Sababi shundaki, demak, inkor shaklda subject do yoki does kelayotganligida e'tibor qaratamiz. Qachon do, qachon doesni tanlaymiz? Does bu do'ni ustiga es qo'shilgan variant. Does hisoblanadi. Demak, shundan kelib chiqyaptiki, biz doesni qachon tanlaymiz? Does bilan SESni qoidasi bir xil. Doesni biz mana bu subject he, she, it birlik ism bo'lganda does tanlaymiz. Qolgan barcha holatlarda do'ni tanlaymiz. Fe'ldan keyin do does fe'ldan keyin demak not keladi. E'tibor qaratamiz, ya'ni bu yordamchi fe'ldan keyin. Undan keyin fe'lni o'zi keladi. ses qo'shilmaydi. Nima uchun ses qo'shilmaydi? Tepada qo'shilayotganku desalaringiz, bunga sesni qo'shilmasligini asosiy sababi do'ni ustida es bor allaqachon. Biz bitta qo'shimchani bitta gapni ichida 2 marta qo'shmaymiz. O'sha uchun ham fe'l o'z shakl holatida keladi. So'roq shakliga to'xtaladigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, demak, so'roq shaklida do yoki does oldakka chiqadi. Biz bilamiz, so'roq shakllarida har doim yordamchi fe'llar oldakka chiqadi. Mana oldinga chiqayapti do yoki doesimiz. Bunda ham qoida xuddi shunday. Biz qachon do'ni, qachon doesni tanlaymiz. Hamma narsa demak subjektimizga bog'liq. Mana bu subjektimiz he, she, it birlik ism bo'lganda does, qolgan barcha holatlarda do tanlaymiz, xuddi yuqoridagidek. Va undan keyin do doesdan keyin subject keladi va undan keyin demak fe'l o'z holatida keladi. ses kelmaydi. O'sha uchun biz sesni ustiga nima qilamiz? Chizib qo'yamiz. Demak, ses kelishi mumkin emas, chunki doesni ustida es bor o'zi turish ham. Demak, biz present simple da formulasi mana shunday holatdan tashkil topgan ekan do'stlar.
Demak, mana shu formula o'zbek tiliga, mana shu formulamiz o'zbek tiliga aman, iman, ayman tarjimasini beradi. O'tgan mavzuda o'tgan, demak, present continuous zamonimizda tarjimasi ayapman, amoqdaman edi, eslaringizda bo'lsa. Buni mana shu formulada sizlar agar gap tutsalaringiz, aman, iman, ayman tarjimalaridan biri o'zbek tiliga berilayotgan bo'ladi. Demak, formulasini ko'rib chiqqan bo'lsak, biz demak ushbu zamonni qoidasiga to'xtalib o'tamiz. Bu zamonda bir nechta demak qoida bor. Kelinglar birinchisidan boshlaymiz. Demak, birinchi qoidamiz bu zamon qachon ishlatiladi? Shu narsaga to'xtalib o'tamiz. Demak, biz katta harflarda albatta biz present simple zamonini demak qanaqa ish harakatlar uchun, takroriy ish harakatlar uchun, odatiy ish harakatlar uchun va hamda demak doimiy ish harakatlar uchun ishlatamiz. E'tibor qaratamiz. Bu yoqda demak bizda 3 ta qoida ketyapti. 3 ta qoidani bir qilib ketyapman, alohida qilmasdan, chunki bir-biriga juda ham mantiqan yaqin. Demak, mana sariqga bo'yadim 3 ta qoida. Birinchisi, demak, biz present simple zamonini takroriy ish harakatlar uchun ishlatar ekanmiz. Ikkinchisi, biz present simple zamonni odatiy ish harakatlar uchun ishlatar ekanmiz va uchinchisi, biz present simple zamonni doimiy ish harakatlar uchun ishlatar ekanmiz. Demak, kelinglar to'xtalib o'tamiz. Bu nimani anglatadi? Demak, doimiy ish harakat nima, takroriy ish harakat nima, shu narsalarga to'xtalib o'tamiz. Takroriy ish harakat degani nima degani? Siz masalan, bir haftada 3 marta ingliz tiliga repetitor borasiz. Ish harakat bir hafta ichida 3 marta takrorlanyapti. Mana shu zamonni ishlatasizlar. Yoki bo'lmasam bir oyda bir marta dam olishga chiqib turasiz. Ish harakat bir oyda bir marta takrorlanyapti. Bu degani 2 oyda ish harakatni siz 2 marta takrorlayotgan bo'lasizlar. Bir yilda esa 12 marta takrorlanayotgan bo'ladi. Siz har kuni suzishga borasiz. Ish harakatimiz har kuni takrorlanyapti. Ya'ni bir haftada ish harakati 7 marta takrorlanayotganligini ko'rayapmiz. Mana shu kabi ish harakatlar takroriy ish harakatlar hisoblanadi. Odatiy ish harakatlar deganda nima nazarda tutiladi? Odatiy ish harakat degani ham takroriyga juda yaqin hisoblanadi, do'stlar. Demak, odatiy ish harakat degani siz odatda o'sha ish harakatni bajarib turasiz. Ya'ni odatda ushbu ish harakatimiz takroriy, ya'ni odatda bajarib turiladi. Doimiy ish harakat nima degani? Siz o'sha ish harakatni doimo bajarib turasiz. Hozir uchalasiga ham misol aytaman. Odatiy va doimiy ish harakatga to'xtaladigan bo'lsak, bular baribir borib taqalishi takroriyga o'xshab ketadi. Chunki siz odatda masalan man odatda soat 7 da uyg'onaman desalaringiz, sizlar odatda degani bu taxminan 70% holatda bir haftada 7 kun bo'lsa, odatda soat 7 da uyg'onaman degani bu taxminan bir haftada 7 kundan 5 kunida man demak 7 da uyg'onishimni anglatadi. Demak, bir haftada man 5 marta ish harakat takrorlanyapti. Doimiy ish harakat esa shu ish harakatni sizlar doimo takrorlaysizlar. Masalan, men doimo nonushta qilaman. Bu degani demak o'sha ish harakatimiz doimo takrorlanayotganligini anglatayotgan bo'ladi. Uchalasiga ham 3 xil misol berib o'taman. Demak, kelinglar formulasiga albatta e'tibor qilgan holatda plus, minus va so'roq shakllaridan tashkil topgan shakllarni beramiz. Demak, takroriy ish harakatga misol beraman. She goes to school every day. E'tibor qaratamiz. Birinchi plus shaklda berdik. Plus shakli birinchi subjektni ber deb aytgan edi. Mana biz subjektni berdik va undan keyin fe'lni ber deb aytgan edi. Va biz mana go fe'lini berdik. Va undan keyin ses ni qo'shyapmiz, chunki subjektimiz mana she bo'lganda ses qo'shilar edi. Shu yoqda formula tugadi. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan darsda ham bu narsaga to'xtalgan edik. Formula tugagandan keyin formulada yo'q narsalar formuladan tashqarida beriladi. Maktab va har kuni formuladan tashqari narsa. Demak, u har kuni maktabga boradi. Demak, har kuni maktabga borish ish harakati nima qilyapti? Takrorlanyapti. Va tarjimaga e'tibor qilamiz. Har kuni maktabga boradi. Mana menda aman edi, uga nisbatan adiga o'zgaradi. Demak, bu takroriy ish harakat. Kelinglar takroriyga yana bitta misol beramiz. Deylik, does she work every day?
So'roq shaklda berdim mana. Bizda do yoki doesni birinchi qo'yish kerak edi. Mana men doesni qo'ydim, chunki subjektimiz, mana bu subjektimiz ish harakati bajaruvchisi she bo'lmoqda va undan keyin fe'lni berish kerak edi. Mana men fe'lni berdim. Fe'lni ustiga ss qo'shilmagan, e'tibor qilinglar, o'z holatida turibdi. Va kalit so'zimiz every day. U har kuni ishlaydimi? Ish harakat har kuni takrorlanyaptimi yo'qmi, shu narsani so'rayapmiz. Demak, takroriy ish harakatni menimcha tushunib yetdingizlar. Kelinglar endi odatiy ish harakatlarga ham misol keltiramiz. I usually do not skip lessons. Demak, skip degani qoldirmoq, lesson degani dars degani, e'tibor qaratamiz. I usually do not skip lessons. Man odatda darslarni qoldirmayman. Plus shaklda inkor shaklda beryapmiz, uzr. Demak, gapimizda birinchi subject kelishi kerak edi. Mana subject. Undan keyin do yoki does kelishi kerak edi. E'tibor qaratamiz, mana bu usually nima uchun bu yoqqa kelib qolyapti? Usually kalit so'z. Men bu narsaga to'xtalib o'taman. Aynan present simple kalit so'zlari birozgina, demak, o'sha erka kalit so'zlar hisoblanadi. Ba'zida gapni boshida keladi, ba'zida o'rtasida keladi, ba'zida gapni oxirida keladi. Kalit so'z bo'lganda e'tibor qilmanglar, kalit so'zni mana shu so'zni yo'q deb hisoblab turinglar. Demak, kalit so'z I, mana undan keyin do does kelishi kerak. Mana do kelyapti. Undan keyin not kelishi kerak. Mana not kelyapti. Undan keyin fe'l kelishi kerak. Fe'limiz skip, o'tkazib yubormoq. Va formulada yo ortiqcha yagona narsa bizda lesson, dars bo'layapti. Men odatda darslarni qoldirmayman. Demak, odatda ish harakatimiz odatda dars qoldirmasligimizni aytmoqdamiz. Demak, doimiy ish harakatga misol keltiramiz. Demak, we deylik. We always have breakfast in the mornings. Demak, e'tibor qaratamiz. Demak, bu doimiy ish harakat bo'lyapti. Doimiy ish harakatimizni plus shaklda beryapmiz biz. Plus shaklda birinchi subjektni ber deyapti mana. Subjektni beryapmiz. Always kalit so'z. Boya aytganimdek, kalit so'zlar xohlagan joyda keladi. Endi qotirilgan joyi bor, buni asta-sekinlik bilan keyinchalik o'rganamiz. Usually, always kabi kalit so'zlar gapni mana bunday subjektdan keyin kelishi bilan tanilgan. Odatda kalit so'zlar doimo gapni oxirida keladi. Mana e'tibor qilinglar, kalit so'zlarimiz bu gaplarda oxirida kelyapti. Lekin ba'zi bir kalit so'zlarimiz mana bunday gapni boshiga chiqib oladi. Buni qanday bilib olamiz? Buni albatta o'zini qotirilgan, demak, qoidalari bor, qotirilgan joyi bor, o'zini belgilangan joylari bor. Buni asta-sekinlik bilan o'rganib borasizlar dars davomida. Demak, biz har doim nonushta qilamiz ertalablari. Mana bu yerda ish harakatimiz doimiy bo'lyapti. Bu orqali biz doimo ish harakat, demak, takrorlanayotganligini ifodalayapmiz. Ya'ni har ertalab biz nonushta qilayotganligimizni ifodalayapmiz. Demak, mana sizlarga demak 4 ta gap berdim. Birinchi, ikkinchi gapimiz takroriylikka, uchinchi gapimiz odatiy ish harakatga. Odatiy ish harakatda shu usually kabi odatiy ma'noni anglatuvchi so'zlar keladi. Doimiy ish harakatda asosan o'sha always kabi doimiylikni ifodalovchi kalit so'zlardan biri keladi. Bu birinchi qoidamiz edi. Demak, kelinglar sizlar bilan ya'ni 1, 2, 3-chi qoidamiz edi. Endi keyingi qoidani ko'rib chiqamiz. Buni kelinglar bunday qilamiz. 1, 2 va 3-chi qoidalar edi. Endi bizda nechinchi qoida? 4-chi qoidamiz. Demak, present simple 4-chi qoidasiga to'xtalib o'tamiz. Demak, bu nima? Biz shuningdek present simple zamonini doimiy umumiy ish harakatlarni ifodalashda ham ishlatamiz. Demak, mana shu narsaga e'tibor qaratamiz. 4-chi qoidamiz, demak, doimiy umumiy ish harakat deyapmiz. Doimiy umumiy ish harakat nima degani? Shu narsaga to'xtalib o'tamiz. Bunda ushbu zamon hech qanday kalit so'zsiz keladi. Shu joyga e'tibor qilamiz. Bunda kalit so'z ishlatilmaydi, ya'ni doimiy umumiy qoidasida, ya'ni aynan mana shu qoidada, demak, present simple kalit so'zsiz ishlatiladi. Demak, 4-qoidaga demak izoh berib o'taman. Doimiy umumiy ish harakat nima degani? Sizlar shu ishni men buni demak bunaqasiga tushuntirgan bo'lar edim. Ya'ni umuman olganda shu ishni yo qilasan yoki umuman qilmaysan.
Nima degani? Masalan, kelinglar misol beraman sizlarga. Misollar bilan birdaniga tushunib olishlaringiz oson bo'ladi. Muslims, demak biz yuqoriga qolib ketdi formulamiz. Inkor shaklida beryapman. Mana inkor shakli ko'rinib turibdi. Do not eat pork degan gapga e'tibor qaratamiz. Demak, inkor gapda birinchi subjektni beryapti. Ish harakatni bajaruvchisi ega. Subjektga oldin ham to'xtalib o'tganman. Kim ish harakat bajaryapti? Musulmonlar bajaryapti. Undan keyin do yoki doesni ber deyapti. Biz do'ni tanladik, chunki musulmonlar ko'plikda turibdi. Esimizda bo'lsa, does faqatgina he, she birlik ismlar uchun ishlatilar edi. Qolgan holatlarda do ishlatilar edi. Muslims do, undan keyin not, mana undan keyin fe'l ber deyapti. ses ustiga x chizganmiz, ha. Eat, yemoq. Pork degani cho'chqa go'shti. Demak, musulmonlar cho'chqa go'shtini yemaydi. Ya'ni umuman yemaydi. Tushunyapsizlar? Doimiy umumiy ish harakat deganda sizlar umuman o'sha ish harakatni qilmasliklaringizni yoki qilishlaringizni ifodalayotgan bo'lasizlar. E'tibor qilinglar, bu gapimizda hech qanaqa kalit so'z yo'q. Yoki yana bitta misol beraman. Demak, Tom does not smoke a cigarette. E'tibor qilamiz. Bu ham inkor gapda bo'lib qoldi. Tom o'sha formulasida beryapmiz inkor gapni yuqoridagidek. Tom sigaret chekmaydi. Tom subject ish harakati bajaruvchisi, undan keyin do yoki does qo'yish kerak edi. Does tanladik, chunki Tom ismlarga does qo'yiladi deb kelishgan edik. Undan keyin not qo'yish kerak, undan keyin fe'l va formulada yo bitta ortiqcha narsa sigaret so'zi ortyapti. Tom sigaret chekmaydi. Qanday ma'noda chekmaydi Tom sigaret? Tom umuman chekmaydi sigaret. Faqat bugun emas, faqat hozir emas, umuman chekmasligi ifodalanyapti. O'sha uchun ham bu doimiy umumiy, demak, ish harakat hisoblanadi. Manimcha tushunyapsizlar degan umiddaman. Yoki bo'lmasam kelinglar plus gaplarda ham beramiz. She likes chocolate. Demak, plus gapda birinchi subject, undan keyin fe'l, undan keyin fe'lni ustiga ses qo'shishimiz kerak edi. Mana qo'shdik. Formulada yo bitta yagona ortiqcha narsa bizda shokolad so'zi bo'lyapti. Demak, u shokoladni yoqtiradi. Ya'ni doimo yoqtiradi. Umuman olganda yoqtirishligi aytilyapti. So'roq gapda ham beramiz. Do you like to draw a picture? Do you like to draw pictures? Ko'plikda beramiz. Demak, do you like, sanga yoqadimi rasm chizish? Ya'ni agar biz bunga ha desak, bizga doimo yoqishligini, ya'ni umuman olganda yoqishligini aytayotgan bo'lamiz. Yo'q desak, demak biz umuman, demak shu narsani yoqtirmasligimizni aytayotgan bo'lamiz. So'roq gapda berdik, do yoki does oldinga chiqishi kerak edi, subject va undan keyin fe'l berilishi kerak edi. Bu yoqda esa formulada yo ortiqcha narsalar. E'tibor qaratamiz. Birorta gapimizda kalit so'z yo'q. Shunisi bilan demak ajralib turadi. Kalit so'zsiz ishlatiladi umumiy ish harakat. Demak, ruslar buni вообще deydi. Masalan, вообще umuman olganda, masalan, musulmonlar вообще cho'chqa yemaydi yoki umuman cho'chqa yemaydi degan tarjima kelib chiqyapti. Demak, Tom umuman sigaret chekmaydi. Demak, u umuman olganda shokoladni yaxshi ko'radi. San umuman olganda rasm chizishni yoqtirasanmi, yo'qmi? Agar ha desang, umuman yoqtirayotgan bo'lasan. Agar yo'q deb javob bersang, umuman yoqtirmasliging nazarda tutilayotgan bo'ladi. Bu 4-qoidamiz edi va present simple ni 5-qoidasi, oxirgi qoidasi. Demak, shuningdek, biz present simple zamonini doimiy haqiqatlarni, demak, e'tibor qaratamiz, ya'ni faktlarni ifodalashda ham ishlatamiz. Doimiy haqiqat va faktlar nima degani? Shu narsaga e'tibor qaratamiz. Demak, sariqga bo'yaymiz. Bunda ham kalit so'z ishlatiladi. Bunda ushbu zamon hech qanday kalit so'zsiz keladi. Bu 5-qoidamizda ham present simple kalit so'zsiz keladi. Aynan doimiy haqiqatlarni ifodalayotganda ham. Doimiy haqiqat nima degani do'stlar? Shu narsaga e'tibor qilamiz. Doimiy haqiqat degani shu narsa doimo shunday bo'lib kelgan. Ya'ni faktlarni aytishda ishlatiladi. Kelinglar sizlarga qisqacha qilib misol qilib bersam, birdaniga tushunasizlar. Masalan, water boils at 100 degree Celsius.
Masalan, e'tibor qaratamiz, plus gapda berdim. Birinchi subject kelyapti, fe'l kelyapti, formulada yo'q ortiqcha narsalar bularni hammasi. Demak, suv 100 gradusda qaynaydi. Doimiy haqiqat. Suv har doim 100 gradusda qaynaydi. Yoki biror marta suv deylik, man man 100 gradusda qaynamayman, yana 50 gradus yana 50 gradus quyish deb 150 gradusda qaynayman degan joyi bo'lganmi? Ya'ni doimiy haqiqat degani mana shu gapimiz doimo haqiqat. Bugun ham, ertaga ham, indinga ham, kosmosga chiqib qaynatsak ham suv har doim 100 gradusda qaynaydi. Shu narsaga doimiy haqiqat deyiladi. Demak, yana bitta misol beradigan bo'lsak, the earth goes around the sun deymiz. Demak, bu ham plus shaklda beryapmiz. Demak, bu ham doimiy haqiqat, ya'ni yer quyosh atrofida aylanadi. Har doim shunday bo'lib kelgan, har doim shunday bo'ladi. Demak, har doim shunaqa holatda. Ya'ni shu narsaga doimiy haqiqat deyiladi. Doimiy haqiqat, ya'ni faktda, mana ruschani agar tushunsalar, faktlarga aytiladi. Ya'ni o'sha yer quyosh atrofida aylanishi bu qochib bo'lmas fakt, ya'ni doimiy haqiqat hisoblanadi. Demak, present simple zamoni mana shu 5 ta qoidadan tashkil topgan ekan. Demak, takroriy, odatiy, doimiy ish harakatlar. Undan tashqari 4-qoidamiz bizda doimiy umumiy ish harakatlar va doimiy haqiqat, ya'ni faktlarni ifodalash uchun ishlatilar ekan. Mana shu 5 ta qoidadan tashkil topgan ekan present simple zamonimiz. Endi bizda present simple zamonimizni nimalari qoldi? Demak, kalit so'zlari qoldi albatta. Demak, kalit so'zlar. Bu zamonimizning kalit so'zlari anchagina ko'p. Demak, kelinglar shu narsaga to'xtalib o'tamiz, kalit so'zlariga. Demak, boshladik. Har doimgidek kelinglar bunga yangi bet bersak yaxshi bo'ladi, chunki kalit so'zlari present simple da anchagina talaygina. Demak, boshladik. Every day. Demak, birinchi so'zlarni yozib ketaman, undan keyin tarjimasini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Every other day. Kelinglar, nima qilaylik? Tagidan daily ni yozamiz, chunki ikkalasini tarjimasi bir xil. Demak, generally, from time to time. Sometimes. Tushiramiz yanada. At nights bizda on Mondays. Twice a week. Oltin so'rov gaplarda ishlatiladi asosan. Really seldom. Scarcely va oxirgisi never. Demak, sal qilaman ko'proq joy ko'rinish uchun. Kelinglar boshlaymiz. Demak, men sariqga bo'yaydigan qismlarni o'zgartirsak bo'ladi. Demak, every day, har kuni. Biz dayni o'rniga masalan qo'rqmasdan har kuni emas, masalan har hafta, to'g'rimi? Har oy desak bo'ladi. Demak, every dayni o'zi har kuni, every week bo'lsa har hafta, every month bo'lsa har kuni. Har oy degani. Daily degani har kuni. Every other day degani через день deyiladi ruschasiga, o'zbekchasiga kun ora deymiz. Bunda ham dayni o'zgartirsalar bo'ladi. Kun ora emas, hafta ora, masalan, bir hafta borib, bir hafta bormaysizlar biror joyga. Generally, umuman olganda, from time to time, sometimes, ikkalasini tarjimasi bir xil. From time to time bilan sometimesni tarjimasi ba'zi
ba'zida usually bilan demak normally'ni ham tarjimasi bir xil. Demak usually normally ikkalasi odatda. Demak bizda every now and then, always, all the time uchalasini tarjimasi bir xil. Demak har doim tarjimasini beradi. Demak frequently, often ikkalasini tarjimasi bir xil. Demak tez tez tarjimasini beradi. Regularly muntazam. Bu yoqda morningsni man tagiga sariq bilan bo'yayman, afternoonsni ham tagiga sariq bilan bo'yayman. Nima uchun? Chunki buni o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, har ertalab emas, har o'zi in the mornings degani har ertalablari degani, in the afternoons degani har kechqurun degani. Demak, biz o'sha har ertalab emas, har obed, har kechqurun desak bo'ladi. Demak, har ertalab birinchisini faqat tarjimasini yozdim. At nights, demak, kechqurunlari. On Mondays. Tak. Uzr. Pastga tushiramiz. On Mondays. Mondayni ham tagiga man chizaman, chunki har dushanba degan tarjimani beradi on Mondays. Occasionally'ni ko'radigan bo'lsak, periodically bilan ikkalasini ham tarjimasi gohida tarjimasini beradi. Occasionally, periodically ikkalasi ham tarjimasi bir xil. Bunda on Mondays tagga chizdim, Mondayni tagga chizdim. Har dushanba emas, har seshanba, har chorshanba deb bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi, boshqa hafta kunlari bilan. Twice a week. Bunda biz ham twice ni tagga chizamiz, ham weekni tagga chizamiz. Demak, twice a week degani haftada 2 marta, ya'ni bir haftada o'sha ishni sizlar 2 marta qilasizlar. Biz masalan haftada 2 marta emas, 3 marta, 4 marta desak bo'ladi, haftada emas, 1 oyda desak bo'ladi. O'sha uchun ikkalasi ham sariqga olindi. How often degani qanchada bir. Ya'ni necha kunda bir, qanchada bir yoki qancha tez-tez tarjimalarni beradi. Rarely, seldom, scarcely uchalasi ham tarjimasi onda, sonda, ba'zida judayam nima deydi, kam bajariladigan ish harakatlar uchun ishlatiladi yoki gohida degan tarjimani beradi uchalasi ham. Neverga keladigan bo'lsak, never degani hech qachon degan tarjimani beradi. Endi demak, kalit so'zlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz bu yoqda taxminan bir 15 ta 20 tachada kalit so'z bo'lib qoldi. Hammasini tarjimasini berdim. Endi men o'tgan darsda demak, qoida, kalit so'z haqidagi qoidani eslashga harakat qilamiz. Kalit so'zlar o'zi qanday paydo bo'lgan? Kalit so'z har bitta zamonni ishlatilish qoidasidan paydo bo'ladi. Ya'ni e'tibor qilsalaringiz, mana bu yerda hamma kalit so'zlarning ma'nosi takroriylikni, odatiylikni, doimiylikni ifodalovchi so'zlar bo'lyapti. Masalan, every dayda ish harakat har kuni takrorlanyapti. Yoki every other dayda kun ora takrorlanyapti. Yoki deylik, generallyda umuman olganda tarjimasi bo'lyapti. Bu umumiy ish harakatlar uchun ishlatilyapti. Umumiy qoidasi bor edi present simpleda. Sometimesda ish harakat ba'zida takrorlanyapti. Yoki bo'lmasam usually, normallyda ish harakat odatda takrorlanib turibdi. Alwaysda ish harakat har doim takrorlanyapti. Demak, shu narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana kalit so'zlar qoidadan kelib chiqyapti. On Mondaysda ish harakat har dushanba bizda nima bo'lyapti? Demak, takrorlanmoqda. Mana shu present simple zamoni edi. Endi sizlar bilan present simplega men bir nechta o'zbek tilida gap beraman. O'sha gaplarni sizlar tuzishga harakat qilinglar. Demak, present simple man u uchun kalit so'z deb men formulasini olib kelib qo'yaman mana bu yoqqa. Mana formulasi shunaqa edi. Kelinglar, endi sizlar bilan gaplar tuzamiz. Albatta, gaplarni sizlar tuzishdan oldin mana bu qoidalarni hammasini o'rganinglar, kalit so'zlarni o'rganinglar va undan keyingina gap tuzishga harakat qilinglar. Demak, ko'ramiz. Sizlar bilan bir nechta gap beraman, plus minus so'roq shakllariga, demak, present simple zamoni uchun va sizlar uni tarjima qilishinglar kerak bo'ladi.
Birinchi gapimiz u har yili sayohat qiladimi? Sayohat qilmoq so'zini mabodo bilmasalaringiz, demak travel so'zi hisoblanadi. Bu albatta birinchi gapimiz so'roq formulada tuzasizlar. Mana bizda so'roq formula, demak oxirida so'roq belgichasi ham bor. Ular odatda pitsa yeyishmaydi. Demak, yemoqni bilsalaringiz kerak. Eat, pitsa albatta ingliz tilidan o'zi olingan. Demak, shu shaklda yoziladi. Tak, uchinchi gapimiz biz har hafta tog'ga boramiz. Menimcha borishni hamma bilsa kerak, tog'ni ham bilsa kerak. Mountain, ha? Demak, tog' mountain bo'ladi. To'rtinchi gapni beramiz. Demak, Tom har kuni ishlaydimi degan gapimiz to'rtinchi gapimiz bo'lmoqda. Beshinchi gapimiz demak uning ukasi har kuni kitob o'qimaydi va oxirgi gapimiz demak u nima deymiz 6-chi gapimizga, demak u har doim lug'atdan foydalanadi degan gapimiz. Lug'at nima bo'ladi? Demak, foydalanmoq nima bo'ladi? Shuni berib o'taman. Foydalanmoq use bo'ladi. Oldingi darsda ham kelgan edi. Lug'at esa dictionary bo'ladi. Demak, mana shu 6 ta gapni sizlarga vazifa, demak, ingliz tiliga tarjima qilasizlar. Hammasi present simple zamonida, kalit so'zlari o'tilgan, notanish so'zlarni yozdim. Mana quyida endi men sizlarga tahlil qilaman. Shu joyda pauzani bosib, birinchi o'zlaringiz gaplaringizni tuzib chiqinglar va undan keyin gaplaringizni men bilan birgalikda tahlil qilsalaringiz bo'ladi. Demak, birinchi gapni qilib ko'ramiz. U har yili sayohat qiladimi? Gapimiz so'roq gapda turibdi. Bizga demak mana bu formula kerak. Bizda do yoki does tanlash kerak. Biz albatta does'ni tanlaymiz. Chunki mana bu subjektimiz ish harakatini kim bajaryapti? Ish harakatni u bajaryapti, he bo'lganligi uchun. Esinglarda bo'lsa, he sheet birligi ismga does tanlanar edi. Does he endi fe'l qo'y deyapti. Fe'limiz bizda travel. Endi bizda demak har yili degan so'z ortib qolyapti. Every year. Ikkinchi gapga o'tamiz. Ular odatda pitsa yeyishmaydi. Yeyishmaydi demak bizga inkor gap kerak, chunki qilmaydi deyapmiz. Demak, inkor gapda birinchi subjekt berishimiz kerak. Subjektimiz ular, to'g'rimi? Ish harakatni ular bajaryapti. Undan keyin do yoki does, biz do'ni tanlaymiz, chunki they ga do tanlanishi haqida aytib o'tilgan. Undan keyin not va undan keyin biz fe'lni qo'yishimiz kerak. Fe'limiz yemoq, eat. Bizda bittagina pitsa so'zi ortdi. Mana pitsa so'zini qo'yamiz. They do not eat pizza. Odatda so'zi men sizlarga kalit so'zlar haqida oldinroq ham aytdim. Xohlagan joyga tiqilib oladigan qilig'i bor. Mana shu yoqqa tiqilib oladi usually. Demak, uchinchi. Agar sizlar mana bu kalit so'zni xato joylab qo'ygan bo'lsangiz, masalan, usually ni oxirida, gapni oxirida bergan bo'lsangiz, xavotir olmanglar, xato sifatida ko'rmanglar u narsani. Demak, uchinchi gapimiz biz har hafta tog'ga boramiz. Demak, gapimiz darak shaklda. Birinchi subjektni berish so'ralyapti mana bizda. Biz. Ish harakat bajaruvchi subjektimiz biz, to'g'rimi? Bormoq, fe'l qo'y deyapti. Fe'limiz bormoq, go. Shu yoqda formula tugadi. Bizda formulada ortib qolayotgan narsa tog' va har hafta. Ga degani to, tog'ga. Bizda demak har hafta. Every week mana. Demak, 4-chi gapimizni tahlil qilamiz. Tom har kuni ishlaydimi? Gapimiz so'roq shaklda bo'ladi. Bizga so'roq formula kerak. Demak, biz do does dan
doesni tanlaymiz, chunki ismlarga esinglarda bo'lsa does tanlanishi haqida aytgan edik. Endi doesdan keyin subject qo'yilishi kerak. Ish harakatni Tom bajarayotganligi uchun Tom qo'yyapmiz. Endi fe'l qo'yilishi kerak. Fe'limiz bizda ishlamoq. Does Tom work? Fe'l ustiga ss qo'shish mumkin emas. Chizganmiz, qizil bilan chizib qo'yinglar o'zlaringiz ham ustidan. Does Tom work? Endi bizda formulada bittagina har kuni degan so'z qolgan edi. Mana every day. 5-chi gapimiz, uning ukasi har kuni kitob o'qimaydi. O'qimaydi. Inkor gapda kelyapti. Qilmaydi deyapmiz. Mana bizga bu formula kerak. Bunda demak bizda birinchi navbatda subject so'ralyapti. Subjectimiz kim? Uning ukasi ish harakati bajaryapti. Kim kitobni o'qimaydi? Uning ukasi o'qimaydi. Demak, uning ukasi deb olamiz birinchi. His brother. Endi bizda inkorda do yoki doesni tanlash kerak. Uning ukasi he ga teng bo'lganligi uchun yoki uning ukasi birlik bo'lganligi uchun biz doesni tanlaymiz. Demak, does endi not qo'yishimiz kerak formula bo'yicha mana. Endi fe'lni qo'yamiz. Demak, fe'limiz o'qimoq. Demak, read. His brother does not read. Endi bizda kitob bilan har kuni ortib qoldi. Endi formuladan tashqarida beramiz. Book every day. Marhamat, oxirgi gapimiz, 6-chi gapimiz, u har doim lug'atdan foydalanadi degan gapimiz. Demak, bizda gapimiz plus, ya'ni darak shaklda birinchi subjectni beryapti. Ish harakatni kim bajaryapti? Demak, u subject bizda. He endi fe'l berishimiz kerak. Foydalanmoq fe'limiz, ya'ni use. Fe'lni ustiga s qo'shdik, chunki subjectimiz he bo'lganda ss qo'shilar edi. Shu yoqda formula tugadi mana. Formulada yo ortiqcha narsa, bizda har doim va lug'at so'zi qolyapti. Har doim degani always bizda kalit so'z xohlagan joyga tiqilib olishi mumkin edi. Always mana shu joyda keladi. Demak, biz 6 ta gapni tahlilini ko'rib chiqdik. Mana shunday holatda bo'ldi. Xatolaringizni ko'ringlar, o'zlaringizni demak, mana shu 6 ta gapni to'g'ri tuzdingizlarmi yo'qmi, shu narsalarga e'tibor qaratinglar. Demak, bugun sizlar bilan o'tishimiz kerak bo'lgan narsa present simple zamoni edi va endi mana question types, savol, so'roq gaplarga o'tamiz. Yangi sahifa ochamiz. Biz bu uchun birinchi o'tilishi kerak bo'lgan grammatika bugunning hisobiga tugadi. Demak, ikkinchi question types. Demak, ikkinchi mavzuyimizni boshlaymiz. Demak, ikkinchi mavzuyimiz, hurmatli o'quvchilar, demak, so'roq gaplarning turlari. Demak, so'roq gaplar qanaqa turlarga bo'linadi? Birinchi turi umumiy so'roq gaplar. Umumiy so'roq gaplar. Umumiy so'roq gaplar mana 12 ta zamon bo'lsa, 12 ta zamonni formulasi bo'yicha mana masalan, bizda mana shu 12 ta zamonni oddiygina mana shu formulasi umumiy so'roq gapga kirib ketadi. Ya'ni oddiy so'roq gaplarga mana shu umumiy so'roq gaplar deyiladi. Mana shu umumiy so'roq gap hisoblanadi. So'roq gaplar 12 ta zamonni oddiy so'roq shakllariga aytiladi. Bunda bu o'zbek tiliga m degan tarjimani beradi. Kelinglar, biz sizlar bilan ikkita zamon o'tdik. Shu ikkita zamonga umumiy so'roq gaplarni tuzib ko'rishga harakat qilamiz. Masalan, birinchi o'tilgan zamon present continuous bo'yicha umumiy so'roq gapni hozir sizlar bilan tuzamiz. Demak, ikkita misol bersak, menimcha yetadi. Is she sleeping now deymiz. U hozir uxlayaptimi? Oddiy so'roq gap. Demak, tarjimada ham mana m degan tarjimani beryapti. Uxlayaptimi? Yoki bo'lmasam does she sleep every day? Sal g'alatiroq gap bo'lyapti. Nima desak? Sleep in the mornings deymiz, a? Okay, bunday deylik. Does she work every day deymiz. Demak, bunda ikkinchi gapimiz bo'lyapti. Bu present continuous, bu present simple. Oddiy mana so'roq gapiga umumiy so'roq gap deyiladi. Does she work every day? U har kuni ishlaydimi? Bu umumiy so'roq gap bo'ldi. Demak, ikkinchi so'roq gaplar turiga o'tamiz. O'zi ikkita turi bor. Birinchisi umumiy edi, ikkinchisi maxsus so'roq gaplar. Buni shuningdek ikkinchi nom bor, WH questions deyiladi. Demak, bu maxsus so'roq gaplar qanday yasaladi, qanday farqi bor, tepadagidan ko'rib chiqamiz. Maxsus so'roq gaplar, hurmatli o'quvchilar, maxsus so'roq so'zlari orqali yasalgan gaplarga maxsus so'roq gaplar deyiladi. Maxsus so'roq so'zlari nima degani? Masalan, what bor,
when, who, whom, whose, where, why, which. To'g'rimi? Demak, qaysi qolib ketdi? How much yoki how many kabi so'zlar. Bunda tarjimasi nima tarjimani beradi? Qachon tarjimasini beradi? Who, kim, whom, kimni, kimga, whose, kimning so'rog'ini beradi? Where, qayer, why, nega, which, qaysi, how, qanday qilib, qanaqasiga va how many, how muchlar esa nechta, qancha tarjimasini beradi. Shuningdek, yana bu shakl ham bor, what plus noun shakli bor. Bu ham qaysi tarjimasini beradi. Bu holatda o'zi what tarjimasi nima edi, lekin what ot bilan birikib kelsa qaysi tarjimasini beradi. Masalan, what language desak bo'ladi. Masalan, qaysi til, nima til demaymiz, qaysi til degan tarjimani beradi. Language so'zi, ya'ni ot whatga bog'lanib kelyapti. Bunda qanday yasaladi 12 ta zamon desak, bunda hurmatli o'quvchilar bitta narsaga e'tibor qilamiz. Umumiy so'roq gaplarida mana shunday bo'layotgan bo'lsa, bunda 12 ta zamonni so'roq formulasidan foydalanamiz. Faqat bunda birinchi bo'lib gapni boshiga mana shu maxsus so'roq so'zlari keladi. Tushunyapsizlar-a? Gapni eng boshi, eng to'ri shularniki. Birinchi bo'lib biz mana shu so'zdan birini qo'yamiz va undan keyingina mana shu, demak, so'zlardan keyingina 12 ta zamonni so'roq formulasida gapni beramiz. Masalan, deylik, present continuousni so'roq formulasi o'zi ikkitagina zamon o'tdik sizlar bilan. Am subject plus verb ing edi. Demak, present simple niki esa do yoki does hozirgina o'tdik, to'g'rimi? Subject plus verb edi. Mana shu so'zlardan keyin 12 ta zamonni xuddi mana shunday so'roq shakllari bor. Endi biz ikkita zamon o'tdik. 12 zamonni mana shunday so'roq formulasi ketma-ketlikda keladi. Masalan, kelinglar sizlar bilan gap tuzib bersam. Deylik, what are you doing? What are you doing now degan gapga e'tibor qaratamiz. Kelinglar, biz mana bu formulani pastga tushiraylik sizlar bilan. Mana bizda so'roq shakli shunaqa edi. To'g'rimi? Present continuous gapimizda tuzdik. Mana qaranglar, aytganimda birinchi bo'lib biz mana bu so'zni qo'yamiz. Ya'ni maxsus so'roq so'z har doim gapni boshida keladi. Undan keyin esa mana so'roq formulasida keladi. Mana so'roq formulasida birinchi amizlardan birini qo'yish kerak edi. Mana biz are ni qo'ydik. Undan keyin biz subject berishimiz kerak edi. Subjectni berdik. Va undan keyin fe'l berishimiz kerak edi. Fe'l berdik va uni ustiga ing qo'shish kerak edi. Ing qo'shdik. Formulada yo ortiqcha narsa now bo'layapti. What are you doing now? Demak, sen hozir nima qilyapsan degan tarjimani beryapti. Kelinglar, boshqa misol beramiz. Deylik, why is she crying? Yana bitta misol berdik. Mana why bilan. Why degani nega edi tarjimasi. Nega u yig'layapti. Formulaga e'tibor qilamiz. Gapni boshida birinchi why ni berib oldik. Chunki qoida shunday, do'stlar. Demak, birinchi bo'lib biz mana bu maxsus so'roq so'zlarini qo'yishimiz shart. Mana shular maxsus so'roq so'zlari bor. 15 tachaday bor. Shuni qo'yamiz. Undan keyin so'roq formulasida beramiz. Mana am is are dan is ni qo'ydik. Subject she bizda fe'l ing da berilishi kerak, verb ing da berilishi kerak. Yoki mana present simple ga ham bitta misol beraman sizlarga. Deylik, nima deymiz? Where do you go every day? Mana biz present simple da ham tuzdik. Present simple da mana qaranglar, birinchi bo'lib where ni qo'yyapmiz, ya'ni maxsus so'roq so'zini qo'yishimiz shart birinchi eng boshiga va so'roq formulada beryapmiz. Do yoki does berishimiz kerak edi present simple da. Do tanladik. Keyin subjectimiz you, do ni tanladik chunki subject you. Undan keyin fe'l berish kerak edi. Mana fe'l berdik. Undan keyin kalit so'z kelyapti. Umid qilamanki, hurmatli o'quvchilar, tushundingizlar degan
deb umid qilaman. Demak, mana shu taxminan 10 taday demak maxsus so'roq so'zlari bor. Maxsus so'roq so'zlari gapni eng boshida keladi va undan keyin demak 12 ta zamon so'roq formulasida keladi. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bunaqa shaklda keladi. Maxsus so'roq so'zi birinchi keladi, plus 12 zamon so'roq formulasida keladi. Bo'ldi. Masalamiz hal. Mana shu shaklda qo'yib ketaverasizlar. Tushundingizlar degan niyatdaman. Kelinglar, endi sizlarni test qilib ko'rish uchun bu grammatika uchun ham 2 donagina misol beraman sizlarga. Qani to'g'ri bajara olasizlarmi, yo'qmi? Shu narsani tekshiramiz. Demak, birinchi gapimiz, kelinglar, formulani sizlar uchun demak yana bir marta kopiya qilib oldaki olib kelib qo'yaman. Mana bu ikkita zamonniki, bu present continuous so'roq formulasi, to'g'rimi? Qisqartiraman va bunisi present simple shakli. To'g'rimi? Demak, bularni sizlar allaqachon yodga bo'lishinglar shart. Yuqoridagi ikkita grammatikani formulasini, demak, kelinglar gap beraman. Demak, nega u o'zining otasini tasvirlayapti hozir degan gap. Tasvirlamoq degani do'stlar describe degan so'z hisoblanadi. E'tibor qaratamiz, hozir deyayotganligimiz uchun va ayapti bo'lganligi uchun qaysi zamonni tanlashimiz kerak biz? Present continuousmidi yoki present simplemidi? Ayapti va hozir qaysi zamonda edi? O'zlaringiz tanlaysizlar. Present simple yoki present continuous, ikkalasi ham o'tilgan. Ikkinchi misolimiz, demak, nega u demak har kuni yuguradi. E'tibor qaratamiz. Kelinglar, ikkalasi ham nega bo'pti. Bu yoqqa uzr. Demak, qayerda u har kuni yuguradi degan gapimizni beramiz. E'tibor qaratamiz, har kuni va adi qo'shimchasi qaysi zamonga xos? Bu present continuousmi yo present simplemi? Tanlaysizlar. Demak, men bu yoqda tahlilni boshlayman. Pauza qilib bu ikkita gapni tuzinglar va pauzadan so'nggina tekshirib olinglar. Demak, boshladik. Birinchi gapni ko'ramiz. Nega u o'zining otasini tasvirlayapti? Ayapti hozir bo'lganligi uchun, aynan hozir davom etayotgan harakatlar uchun biz present continuous zamonni tanlar edik. Birinchi nega so'zini qo'yamiz. Nega so'zi why. Undan keyin emizlardan birini qo'yishimiz kerak. Biz is qo'yamiz va subjectimiz she yoki he o'g'il qizlikka qarab. Endi fe'lni ing da ber deyapti. Fe'limiz describe. Mana ing ni ustiga qo'shamiz. Endi formulada yo'q ortiqcha narsa, o'zining otasini. His her father now. Mana shunday bo'ladi. Ikkinchi gapga e'tibor qaratamiz. Qayerda u har kuni yuguradi degan gapimiz. Har kuni ish harakat takrorlanyapti. Adi present simple zamoniga xos. Mana ikkinchi formulani tanlaymiz. Birinchi bo'lib maxsus so'roq so'zini qo'yamiz. Where. Demak, do yoki does ni qo'yishimiz kerak. Biz does ni tanladik, chunki subjektimiz, ish harakati bajaruvchisi u. He. Demak, endi fe'l berishimiz kerak. Fe'limiz bizda yugurmoq, run. Demak, har kuni kalit so'zi bitta ortiqcha so'z. Ya'ni formulada yo'q ortiqcha narsa. Every day. Mana xullas o'quvchilar mana shu shakldan tashkil topgan bo'lmoqda. Umid qilaman hamma narsani tushundingizlar. Bugun sizlar bilan va'da qilingandek ikkita grammatik shaklda o'tishimiz kerak edi. Demak, present simple zamoni va so'roq gaplar. Salomat bo'linglar.